Bugungi kunda yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar markazida avvalo inson qadri, uning tafakkuri va ma'naviy kamoloti turibdi. Zero ma'naviy barkamol jamiyatni barpo etishda kitobxonlik madaniyatining o'rni beqiyosdir. Joriy yilning 13-aprel kuni Koson tuman axborot kutubxona markazi tomonidan kitobsevar millat g'oyasi asosida o'tkazilayotgan kitobxonlik haftaligi doirasida tashkil etilgan Kitobxonlikka chorlov nomli fleshmob ana shu ezgu maqsadlardan amaliy ifodasidir. Mazkur tashabbus orqali aholining barcha qatlamlari, ayniqsa yosh avlod qalbida kitobga muhabbat uyg'otish, ularni mutolaa orqali keng dunyoqarashli, mustaqil fikrlovchi va vatanparvar insonlar etib tarbiyalash ko'zda tutilgan. Chunki kitob bu nafaqat bilim manbai, balki jamiyat taraqqiyotini belgilovchi muhim omildir. Zero kitob o'qigan jamiyat tafakkuri yuksak, qarashlari mustahkam va kelajagi porloq jamiyatdir. Shu bois o'tkazilayotgan bunday targ'ibot tadbirlari har bir fuqaroning ongiga kitobning bebaho ne'mat ekanini singdiradi, yoshlarni esa ilm-ma'rifat sari yetaklaydi. Aziz yurtdoshlar, keling, barchamiz birgalikda kitobxonlikni hayotimizning ajralmas qismiga aylantiraylik.